Aytaman, bizning xulq-atvorimiz, kayfiyatimiz, o'zimizni tutishimiz, ruhiy holatimiz umuman aytganda bu neyroximiyaga borib taqaladi. Ya'ni bizni miyamizda bizning kayfiyatimizga, bizni o'zimizga nisbatan ishonchimizga yoki nimadandir qoniqishimizga javob beradigan moddalar bor. Bular dopamin, serotonin yoki noradrenalin degan neyromediatorlar bor. Bu moddalar tabiiy holatda, fiziologik holatda ma'lum miqdorda kerakli vaqtda ajralib turadi o'zi. Lekin o'sha sintetik kayf beruvchi vositalar yoki narkotik moddalarni qo'llanganda bu moddalarning chiqishi yoki o'sha moddalarning ajralib chiqishi keskin oshib ketib qoladi. Masalan, ba'zi bir moddalar bor, o'xshatish uchun aytaman, masalan serotonin yoki noradrenalinni o'sha sinaptik membranadan chiqishini juda ham tezlashtirib yuboradi. Biza masalan ishlatadigan 2 hafta, 3 haftada ishlatadigan serotoninimizni 5-10 minutda chiqarib sarflab yuborishimiz mumkin. Shuning uchun bu moddalarni iste'mol qilganda insonda juda ham yuqori kayfiyat, ko'tarinki kayfiyat, buni euforiya deydi, yoki o'ziga nisbatan kuchli ishonch va energiyani keskin oshib ketish holati kuzatiladi. Ya'ni bu iste'mol qilganda bu odamni oldingi holatida masalan ko'rgan bo'lsangiz, bunga nima bo'ldi? Bu qanaqa o'zgarib qoldi deb o'ylaydi odam. Keyin dorini ta'siri tugashni boshlagandan keyin 1 soat, 2 soat o'tgandan keyin o'sha dopamin, serotoninni zapasi, deposi tugab qolgandan keyin insonda juda ham kuchli charchash, uyquchanlik va og'ir depressiya holati kelib chiqadi. Chunki bu o'zidagi o'sha kayfiyat gormonlarini qisqa muddatda sarflab tashladi. Organizm juda ham tez miqdorda buni sintezlash olish qobiliyatiga ega emas. Buni qaytalanib, o'zini joyiga qaytish uchun kamida 2-3 hafta kerak bo'ladi. Shuning uchun ham buni birinchi iste'mol qilganda inson o'zida kuchli energiya his qilganligi uchun bu dori zo'r ekan, meni energiyamni ko'paytirib yubordi, meni kayfiyatimni ko'tardi deb keyin yana iste'mol qilishga harakat qiladi. Lekin bu paytda insonda qaramlik shakllanmagan bo'ladi. Faqatgina uni kayfi uchun, ya'ni uni rohati uchun iste'mol qiladi. Endi iste'mollar soni oshib borgan sari o'sha dopamin retseptorlarining sezuvchanligi pasayishni boshlaydi. Chunki kuchli qo'zg'atilgandan keyin retseptorlar shikastlanadi va endi oldingi dozaga nisbatan yuqoriroq dozani organizm talab qilishni boshlaydi. Buni tolerantlik deyiladi, ya'ni dori moddasiga nisbatan moslashuvchanlik.